Salom, ayni shu onda, yana Oynai jahonda Fuqaro TV siz bilan. Yetkazdilar choparlar, bizda yangi xabarlar. Oxir yedi ta'zirin energetika vaziri lavozimdan bo'shadi. Yaxshi bo'ladi rosa deyishuvdi Avgust kelsa. Endi yaxshi bo'ladi. Nima qilyapsiz, hormang? Shamni tashlab yubormang. Hali qish bor oldinda. To'g'risini aytish shart, sohada 20 milliard talon-taroj qilingan. Bu kichkina talofat. Hozir hamma ochofat. Bitta o'moz yeyotgan. Ketgan bo'lsa vaqt yetib, nima yomoni ketib, yaxshisi kelarmidi? Yo oldin kelganmidi? Bir nima deya olmasman. Men tahlilchi emasman. Xabar yetkazdim xolos. Shuncha pulni kemirib, qo'chqorchaday semirib, yotsa ham bilishmasmish. Ko'rsatib qonun kuchin, chuqur o'rganish uchun topshiriqlar berildi. O'g'ri ursa uyingni, tishlab qolsang burningni, dodvohingdan nima naf? Otaxon aytgandayin, sentabr kelgan sayin yaxshi bo'lib ketar hamma yoq. Xo'sh, indan keyinchi Choyingiz bormi? Quyingchi. Odam juda chanqadi. havo ham dim bo'ldi zab. Ob-havoda nima gap? Necha gradus ertaga? Qo'shnimning aytishicha, issiq bo'larmish picha. Daftaringni ochqani, gapirishga ham qo'ymang. Siz buguningizni o'ylang. Ertaga Xudo poshsho. Bugungi dastur tamom. Ko'rishguncha xayr avom. Ertaga zo'r bo'ladi. Qulog'imga tepmamani. Abbo, piyolam qani? Piyolani qaytar nomard.